ayajonisi. Ayajonisi. Labbek. Qanawaring? Ayajonisi. Alo, ro'molchani topolmayapman. Ro'molchani qayda bilmaysizmi? Qayerga ketyapsiz? Do'stlarim chaqiryapti. Shu do'stlarim yoniga ketayotgandim. Ayajonisi. Qo'ying o'sha o'rtoqlaringizni. Ha? Bir ishni boshini tutasizmi? Ha, nima ish qilaman? Bunday o'ylab qarasam, qishlog'imizda bironta ham choyxona yo'q ekan. Qo'lingizdan shashlik qilish keladi. Shashlikxona ochamiz. Unga ayajonisi mablag' kerak, pul kerak. Pulni qayerdan olamiz? Adamdan yordam so'rayman. Voy, qachongacha adajondan yordam so'raymiz? Mana uylarni qurib bergan bo'lsa, hozir kecha kunduzda ro'zg'orimizni temirayotgan bo'lsa, adajon qaysi yuz bilan men aytaman? Men gaplashaman. Ishimiz yaxshi bo'lib ketgandan keyin bitta katta qo'chqor olib beramiz. Ha, bo'pti, men tashqarida ko'chada o'tiraman. Bo'ldi, siz tashqariga turing, mayda ishni olib oling. Xo'p. Kuyovbola qalaysan? Yaxshi, rahmat. Sen qalay qizim? Yaxshimisiz adajon? Oyim yaxshimilar? Yaxshi, rahmat. Kelinglar. Keluvdik bir maslahat bilan adajon. Hop, qanaqa maslahat? Qishlog'imizda bilasiz, choyxona yo'q, tadbirkorlar ko'p. O'shanga shashlikxona ochmoqchi edik, choyxona. Shunaqami? Hop, nima yordam? Boqib turgan qo'chqorlaringiz bor, o'shandan bittasini bersiz. Ozgina ishlab оборотga kirib olsak, xudo xolasa o'zim olib beraman. Endi u qo'chqorlarni shu ukangni boshini qovushtiray deb niyat qilib boqayotgandim. Endi mayli yaxshi niyat uchun, mayli qizim hurmating bor, o'sha qo'chqorni beraman. Lekin qaytadim o'zi. Mana qaytaraman deyapti-ku, qaytaradi. Bir oyda qaytaraman, adajon. Bir oyda qaytaradi. Aniqmi? Ha, aniq bir oyda qaytaradi. Bir oyda. Unaqa bo'lsa, shu qo'yxonaga kirasan-da, o'zingga tanlab yoqqan qo'chqorni shunday olib chiqib, olib borib yaxshi kuninglarga ishlatinglar. Lekin bitta sharti bor. Qanaqa shart ekan, dadajon? Ana shu qo'chqorni so'yganda birinchi shashligingga meni chaqirasan. Dadajon, har kuni kelsangiz ham ayni choyxonaga issiq sizga tekinga dadajon tekinga pishirib beraman. Barakalla. Ishlash kerak, xo'pmi? Xo'p. Mayli, xo'p. Men hozir. Kuyovbola. Bir oyda qaytsin, o'sha gap. Xo'p. Ana Jahongir bir oydan keyin katta qo'y qilib olib kelishadi. Xo'pmi? Alaykum assalom. Aziz qandaysan? Yaxshi. Nima ish qilyapsan? Maktabda o'qiyapman. Maktabda o'qiyapsan? Maktabda o'qib nima qilasan? O'qigan biz nima bo'ldik? Men choyxona ochyapman, Aziz. Kuniga 10 ming so'mdan beraman. Qorning ham to'yadi. Ishlaysanmi bilan? Mayli. Ishlaysanmi bilan? Lekin kenayinga 100 mingni olyapman deysan. Xo'pmi? Xo'p. Yur oldimga chiq. Yur oldimga. Ayajonisi? Ayajonisi. Qarawaring. Qarawaring ayajonisi. Qo'yni so'yib, go'shtlarni taxlab qo'ydik joyiga. Shu yo'ldan bir yigit ko'rib qoldim. Shunga dasyor ekan, tayyor dasyor. Atiga 100 mingga ishlaydi ekan. Nima? Ha? Hali ish boshlamasdan ish chop keldingizmi? Ayajonisi, har xil erkaklar keladi choyxonamizga. Siz endi erkaklar oldida yurmaysiz-ku, ayajonisi. Voy, o'zim qarashardim-ku. Har xil erkaklar keladi. Erkaklar oldida sizni rashk qilaman, jonim. Ayajonisi rashk qilaman. Bu bola bir o'tirishda bitta qo'chqor deb qo'yadi-ku. Kam edi. Bilasiz, bir oy ichida odamga bitta qo'chqor olib berishimiz kerak. Siz va'da berdingiz-ku, ayajonisi. Olib berasiz. 100 ming nima qildi? Bilganingizni qiling. Ha? Bilganingizni qiling. Voy. Xo'p, Aziz, yur, oldimga tush. Yur, Aziz.
Islomboy. Islomboy. Ya quda? Labbay. Ya assalomu alaykum. Qanday, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Salomat. Ham xudam, ham do'stimsan. Rahmat. Qani ichkariga kiramiz, ichkariga. Yo, mayli, yanaga safarga. Kuyovim bor-ku, Qaysi? Hasan. Ha, Hasanboy, taniyman, ha. O'sha shashlik qilyapgandi. Ha. Eng yaqin do'stingiz bo'lsa olib keling degandi, shu sanga ilindim. Rahmat. Shunga borib ikkita yaxshi shashligidan yeb kelaylik. Ha? Bor kiyinib chiqin. Ha, mayli. Tez bo'l. Bo'pti. 1 daqiqa. Mana buyurtmangiz tayyor bo'ldi aka. Qanday? Chiroyli chiqdi lekin. Qarang, jonliga o'xshaydi. Necha pul berish kerak? Qancha edi? Shoshib turibman endi. 500 ming bering bo'ldi. Nima? Ye. 500? Ha? Xush joydan aka, shu 500 mi? Ya shu emas, bu san'at asari, qo'lim charchab chizdim buni. Qarang, joniday bo'lib turibdi. Voy, shashlik sotib oldim men buni deb. Ha? Shashlik sotib oldingiz? Ha? Nima bir shashlik sotib olasiz? Ha, qarab chizishim kerak-ku. Buni ichiga dumba yog'i, tovuq go'shti, jazlar qani? Hali dumba yog'i, tovuqlarni ham qo'shishim kerakmi bunga? Ha, nima qilish kerak? Bo'lmasam sotib olaman-da unda. Qo'shasiz yana pul. Xayolan chizsiz bo'lmaydimi? Ya nima, men sizga xayolparastmanmi? Ko'rib chizaman-da. Aka, bo'lmasa menga kerak emas. Oy. Nimalar Sizlarga bo'lib turib, endi kerak emas deganingiz nima? Pulni bering, gap ko'p aytmang. Aka, bolalaringiz bormi? Bo'lmasa har kuni kesib ikkitadan shashlik beraman, har kuni. Har kuni ham? Ha? Bo'ldi. Har kuni 6 ta shashlik. Nega 6 ta? 3 ta o'g'lim bor-da. 6 ta? Ha? Mayli, kelaversin aka. Ha, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Mayli. Xo'p, bizdan qaytmang lekin. Xo'p, kelaversin. Bo'pti, aka. Ertalabdan kelib o'tirmasin yana. Xo'p. Ha, yaxshi. Binoyda ekan. Ha, mana shu yerni ochganda bizni kuyov bola. Ha, yaxshi ana. Dadajon, yaxshi o'tirishlar mana. Shashlikdan, shashlikdan olinglar chiqadi. Baraka top. Dadajon, bitta duo keldi, duo qilib. Oldin bitta yarimta yeylik, duoni qilamiz, she'ramiz-ku. Xo'p, ke bola, osh bo'lsin, olinglar, olinglar. Qani bo'lmasa, Qani. xudo. Uka, elektr energiyasidan qarzingiz bor ekan. Nima qilamiz? Aka, ataryoqlik. Buni yo'lini qilamiz. Meni jigarim Hasan Shashlik degan choyxona ochgan. O'sha yerda bahorcha gaplashib olamiz. Bo'ladimi? Aka? Bu yoqda. Yaxshi. Qal, yuring, aka, yuring. Aka, bizni qishloqda ochilgan bu shashlikxonani bilmabsiz. Endi Hasanjon ochgan. Yo'q, lekin mana Hasan Shashlik hamma mazza qilib yeyapti. Biz ham mazza qilib bola-chaqa bilan yeb ketyapmiz. Kamchiliklar endi yo'q borasiz. Endi sizga hurmatimiz baland aka. Rahmat. Ana shashliklar ham keldi. Ustoz, Oydin mahallasiga O'ktam akasini toshlar ketdi. Qaysi O'ktam aka? 70-yillarda akalar. Ha, nima deyapti ular? 20 ta shashlik ketyapti. 20 ta? Ha, 20 ta. Bo'ldi, qaror. Men 20 ta shashlik qo'yib qo'yaman. Qaror. Xo'p. Hasanboy gap bo'lishi mumkin emas. Hasanboy Shashlik degan nomiga munosib ekan. Qishlog'imizda bitta bo'ldi. Ko'z tegmasin. Osh bo'lsin. Ana bolaga rahmat. Rosa aziz degan bola xizmat qilyapti. To'g'risi sal kamlik qildim deyman. Mehmonga ham bizga ham mana shashligingdan ikkita qo'yasan, keyin 10 tasini olib ketishga mehmon olib ketadi-da. Shunga hisoblaydi. Pulini kim beradi pulini? Pulini berish kerak pulini. Beramiz, qochib ketmaymiz. Hamma qishloqdagilar nasiyaga yeyapti ekan-ku, biz ham nasiyaga yesak, ha? Jig'ildamizga yeyapmiz, qaytarib beramiz pulingni. Qusal, elektrda tarmoqdagi odam menga nima keragi bor? Meni
ko'mirda pishadi shashligim. Uni ustiga mana 7 kundan beri mana yigitga pul berishim kerak. 700 ming qarz berishim kerak. Aslida bir so'm pulim yo'q. Berasan-da ko'p gapirmagin, kamiga qaynatadan qo'y so'm kelganman. Qo'yni go'shtini berishim kerak hali. Ey, shuncha odam nasiga yebdi. Bizga ham qolib ketmasa kerak, ko'p gapirmagin, Hasanjon. Do'stim, jigarim Hasanboy. Qo'y ikkita, 10tasini tayyorlab qo'y, olib ketadi u kishi. Xo'p. Seni. Xo'p, shashligingga. Aka, shashlik qalay bo'ldi? Zo'r. Ey yashak. Endi bunday qilamiz, akajonim. Yana ikkitadan, ikkisidan shashlik yeymiz. Keyin uyingizga olib ketishga 10 ta shashlik polishaqingiz bilan mazza qilmaysiz, Rahmat. Boringizga shukr, aka. Ey, aka. Voy, adajonim sen dimog'imga shashlik hidi urib qonim chiqib ketdi. Yegim kelyapti. Bitta bering. Voy, o'zi mijozlarga yetmay turibdi ayajonisi. Boring, keting, boring. Go'sht puli chiqdimi? Chiqyapti. Erkaklar oldida nima bor sizga? Boring uyga. Voy. Boring. Qonim chiqadi. Hozir. Aziz. Kel, mana mijozlarga. Mana shashliklar ol. Her joydamat ko'nglim sen bilan. Assalomu alaykum dadajon. Voy, qilala qizim, maktabdan keldingmi? Nima deysan qizim? Dada, menga bitta shashlik bering. Voy, shashlik yeysanmi? Ha, bitta shashlik bering. Bitta? Men senga ona qizim 2 ta shashlik beraman. Qaraykan ol. Qizim, uyga borib oshxonada yeyman. Aying ko'rmasin lekin. Baylama qizim. Bor. Bor qizim, bor. Xo'p. O'zing bilan. Olaveringlar. Al. Bu qoplarga bu qoplar. Ustoz, uyga ketishim kerak edi, charchadim. Erta maktabga borishim kerak. Aziz, nima deganing? Bizning mijozlarimiz 11 dan keyin keladi. O'qigan mana men. Nima qilib berdim? Sen borku qishlog'imizda. Mendan keyin Aziz shashlikchi degan nomi chiqadi seni. Bor, akalarga qara. Xo'p. Anolarga ham qara. Bormi ekan, yo'qmi ekan? Xo'p. Men qara, do'stim, do'stlikda ham oqibat qolmayapti-ku. Qolmadi. Bu Hasanboyni qara, shunaqa choyxona ochib, bir do'stlarni chaqirib choy ham beray demaydi. O'rtoq, hozir uyalgandan shu yegan shashligimizga pul olmasa kerak-ku. Sen shunday deb o'ylaysan-da. Ukasi Husanni bilasan? Aytma. Juda qitimir bir shum bola bo'lib ketganda. Xormaylar. Assalomu alaykum. Do'stim, qanday sog'layapsizmi? Kayfiyatlari yaxshimi? Tezbizlar qalaysizlar endi? Yetib keldingmi bizni topib? O'z sendan qochib, mana ichkari kirib o'tirdik. Qishlog'imizda do'konlarga qarasam yo'qsan. Barib eng mashhur Hasan shashlik. Shetda bo'lasizlar deb, xonaga kirib olasizlar deb orqangda kelaverdim. Zo'r. Bir narsa aytaman, xafa bo'lma o'rtoq. Qanaqa, nimaga? Xayriyat shu shashlikni yeb bo'lgansan keldingda. Aytmagandik. Do'stim 10 kundan beri shetdaman. 3-4 ta siqqa ilinib, rizqim yeb ketyapman, qo'rqma. Nima? 10 kundan beri bechara Hasan ham bozori kasodga uchragan bo'ldi. Nima deyapsan, Yana 10 kun yutsang choyxona yopilar ekan. Yopilmaydi. Shuning uchun senlar tez kelib tursalaring, uni tadbirkorligi rivojlanadi. Shuning uchun yordam qilish kerak. Aytmoqchilik, eshitlaringmi? Nimani? Tuman elektr tarmoqlaridan tekshiruvchi kelgan 5-6 kundan beri. Meni tanishim bo'ladi. Bir piyola choyga erisalaring, shashliklar, Hasan shashliklar qarzlari kech olar ekan. Nimani aytyapsan? U to'kdi o'zi yo'q-ku bizda. 200 limitni 3 yilga ham yoqib tugatolmasa kerak-ku. Bo'lmasa, mayli sizlarga bir yaxshilik qilay degandim-da. Buni non deymizlarmi? Yo'q, buni itimga olib ketmoqchi edim. Itasizmi, men azizmi? Seni sinfdosh do'sting bo'lsa, rozi bo'linglar lekin. Ertaga o'zim berayman. Mayli. Sog' bo'linglar, rahmat. Mayli. Endi do'stim,
allamaqal bo'lib ketdi. Hasanjon chaqirib hisob kitob qildiraylik. Chaqir. Hasanjon! Hasanjon! Alabay. Ya. Yaxshi o'tirishlar qani? Do'stim, shashlikni zo'r qilsan. Yo'q, yoqdimi? Qo'ling dard ko'rmasin. Buni shirinligini qara. Qo'shini ko'pligini qara do'stim. Yana olib kelay, 5-6 siq olib kelaymi? Yo'q, shu hisob kitob qilib qancha bo'lganini aytsang turamiz do'stim. Ha. 260 ming bo'ldi. Ya, do'stim, Ha? adashmayapsanmi? Bu 20 ta siq non choyi bilan sen ko'paytib ketdi-ku. Ya, bu do'stimiz yana 10 ta uyga olib ketishga tayinlab qo'ydi, ana 10 ta. Shashlik pishyapti yana. Sen menga qara. Sen ishib ketgan qara, faq yana 10 ta aytganiga bala bormi? O'zi pulimiz yo'q-ku. Mehmonsang durustlab mehmonga-da. Nima baqirasan? O'zimizni do'stimiz bo'lsa, yozib qo'yadi-da, berasan-da oylikda olsang. Nega yozar ekan? Nega yozar ekan? Ha, menga qaralaring. Ha, pullaring bo'lsa, borib shaharda zo'r restoranda o'tirib shashlik yeysanlar. Ha, pulida bo'lmasa, menga keladi. Qarzga yo'q. Menga qara. Ha? Necha ko'p gapirasan? O'z shashliging bo'ladi shashlik o'zi. Buxolkani ko'p qo'shganmisan, Nima? Sho'rtakmi? Nima haqida chiqyapti? Kalla go'shtiga bo'lgan bu. Hozir baxtga yotibdilar-ku. Rasa shirin ekan deb. Mazza qildik deb yotibdilar-ku. Ha, yozasan deb maqtavdingda. Ha, yozilmaydi. Pulini to'laysan, mana eshikdan chiqasanlar. Bilmayman men. Yozmaysanmi? Yo'q. Bo'lmasa bizni boqasan chetda. Nima? Ha, esdan chiqmaymizmi? Ha? Bo'lmasa chetda boqasan. Bor, bitta go'kcha olib kel. Bo'lmasa kassada senlar bilan gaplashamiz. Kassaga o'tinglar. Ya. Yozadi, qayerga yozmaydi, O'z bola ko'ndirding. Ko'ndirasan-da. Aziz deyman. Aziz. Ha, ustoz. Mijozlar pulini berdimi? Yo'q, ular ham qarz yozdirar ekan. Nima? Qarzga? Ha. Men qanday to'layman shuncha pulni? Qaynatamga hali qo'chqorni pulini berishim kerak. Bor qara pulini bersin. Suv bulan, uzun bo'lay, yo'riga yo'q. Uzun bo'lay, ko'ziga yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka, keling. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling xizmat akajon. Keling, shashilgan bor. Keling, o'tiring akajon. Akam, men tuman San-Ibit qo'mitasi xodimi Ne'matboy Qo'ziy bo'laman. Xizmat akajon, xizmat. Xo'sh. Hasan Shashlik choyxonasi boshlig'i kim? Menman. Ha, siz o'zingizmisiz? Ha. O'zingiz boshliq bo'lib, o'zingiz pishirayapsizmi? Endi akajon, o'zimiz qilyapmiz. Tirikchilik akajon. Siz sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan ish yurityapsiz. Ustingizda g'alatingiz yo'q. Qolaversa, mana bu qo'lbola va qo'ra bilan texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan holda ishlayapsiz. Buni bilasizmi? O'zining maxsus qopqoqlari bo'lishi kerak. Qani buni siqlaringiz uchun artqichlaringiz qani? Nega uchlari artilmagan? Akajon, 10 ta shashlik qo'yib beraman. Akajon, Shashlik pashingiz kerak emas. Gapni bo'lmang. Idishlaringizni qarang. Juda ham iflos holda turibdi. akajon. Tepadagi changlarni qarang. Nima uchun artmagansiz? Endi artamiz akajon, qilamiz. Akajon, Menga qilamiz. qarang. Bu safar sizga 15 oklad jarima qo'yib ketaman. Akajon, akajon, hali qaynataga qo'ydi go'shtini berish kerak akajon. Bu qo'y go'shtidan qilinyaptimi? O'sha qaynatangizga olib kelgan qo'chqaringizni sog'lomligi haqida veterinariya spravkasi bormi? Yo'q dedi akajon, yo'q-da akajon. Akajon, 20 ta shashlik qo'yib akajon kel. Menga qarang, shashlik pashingiz kerak emas. Ertaga bizni tashkilotimizga boring, o'sha yerda gaplashamiz. Tushundingizmi? Ne'mat aka, akajon, Ne'mat aka. Hasan, to'xta deyman, Hasan. To'xta. Nima deysan? O'pkangni bosib ol, nima deysan? Qayoqqa shoshib ketyapsan? Mana temir daftar hamma mahalladoshlarim qarzga yondirib ketgan. Hammasini ertalabdan beri uyma yuribman qarzlarni yig'ib. Qaynatamga qo'ydi go'shtini pulini berishim kerak. Menga qara, beraverasan. Ana
gaz ta'minotdan tekshiruvchilar kelib ekan. Hop. O'shanga 10 ta shashlik qo'ygan. O'shalarga mehmon qo'lay, shashlik yeylar. Nima? Ha? Sen markazda tursang, meni uyimda gaz bo'lmasa, mana gaz yo'q. Kesib ketgan gazni ham. O'zim mana shunday bo'lib turibman. Bor, yo'qol, ko'zimga ko'rinma. 10 ta shashlik qo'yib. Bor, yo'qol. Yo'qol. Endi mehmonlarni og'zini boylamoqchi edim-da. Ha, ziqila Hasan. Qancha yaxshilik qilgandim. Bor. Rahmat do'stim. Yaxshi Mazza o'tirdingmi? qildik. Ha, sho'rva ham lekin zo'r bo'pti-da. Endi do'stim emas, Ha. xudam degin, xudam. Chunki xudachilik ming elchilik degan. Ha, yaxshi. Lekin jannatda ham birinchi do'stidan so'ralganda. Yaxshi. Endi boya mehmonlarning oldida gapira olmadim. Endi to'yni boshlashga boshladik. Endi Fotihani ham bir tezlashtirsak-da, mana past balandlarini, kamchiliklarini to'g'rilasam. Nima deysan? O, yaxshi o'ylabsan. Unaqada. Xo'sh. Kuyovimni tanirmiding? Hasan Shashlikmi? Ha. O'sha yerga boramizda to'rtta qaynoq shashlikdan yeb, mazza qilib, keyin bir atagan bir qo'chqorim bor edi. Shuni oldinga solib berib yuboraman, pataqa to'yinga ishlatgin o'shani. Yaxshi, mayli, rahmat. Hozir bir daqiqa. Baxtiyor. Baxtiyor. Ota. Sen uydagi mehmonlarga qarab tur. Men hozir kelaman. Hop, qo'ying. Qani? Ha, yurchi bo'lsa. Yo'q, deyman. Ana bu yerda Hasan shashlik degan apishasi turardi. Mana yerda shashliklarni yeb, mijozlar turardi. Bittasi ham yo'q-ku. Ha, bugun dam olayotgandir balkim. Yo, boshqa joyga ko'chdimikan, ha? Kuyoving. Yurchi so'rab ko'raylik chiqaylik. O, kuyov. Kuyov bola. Dadajonku. O, kuyov bola. Ayajonisi kerak. Kerak. Tinchlikmi? Dadajon kelibdi. Bir oy bo'ldi. Shu qo'yni pulini so'rab kelgan bo'lsa, chiqing qarang. Boring siz gaplashing. Chiqing siz va'da bergan, chiqing qarang. Xo'p, mayli. Voy, assalomu alaykum odajon. Yaxshi keldingizmi? Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Kuyov bola uydami? Ha, uydalar. Chaqirib ol. Hozir. Adasi, qani nima qilyapsiz bu yoqda? O'tiribman. Turing, adam chaqiryaptilar. Men chaqiryaptiman. Ha. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat dadajon. Biz keldik mana. Bir shashlik yegani keluvdik. Nima bu? Na apisha bor, na mijoz bor. Kichkidagina bankrotchaga uchrab qoldik dadajon. Yaxshi ish bo'lmabdi. Menga qara. Bo'lar ish bo'pti. Mana Qudam bilan keldim. Pataqa to'yi bo'lish kerak edi. O'shanga ana qo'yni olib chiqib bergin tezroq. Dadajon, men emas, mana qizingiz va'da bergan, bir oyda beramiz deb. Mana qizingizdan so'rang. Voy, nima? Do'stlarim oldi ketyapman. Qo'ying o'sha o'rtoqlaringizni, bir ishni boshini tutasizmi, yo'qmi? Akajon, 10 ta shashlik qo'yib beraman. Akajon, Shashlik pashiz kerak emas. Gapni bo'lmaydi. shashlik degan choyxonachiga. O'sha yerda bahurchi gaplashib olamiz. Bo'ladimi? Aka, Bor Hasanboy choyxona ochdi. Bir choy beray demaydi. Bu bola bir o'tirishda bir qo'ydi yedi-ku. Yo'q, kam yedi. Voy, shashlik sotib oldim men buni deb. Ha? Shashlik sotib oldim. Nimaga shashlik sotib olasiz? Kuyovimni tanirmiding? Hasan Shashlikmi? Ha. Menga bitta shashlik bering. Voy, ona qizim, sizga bittadan ikkita shashlik beraman. Aka,